Mana endi rozoviy rangi. Kimga kerak bo'lsa nalichida. Xibichni. Gipyurlari ham juda zo'r gipyur, yumshoq qizlar. Razmeri standart 44 dan 48 gacha keladi. Mana sariq rangi. Kimga kerak bo'lsa, bilasizlar, uncha odam bunaqa rang chiqarmaydi, qo'rqadi. No, men chiqarganman shunaqa sariq. Kimga kerak bo'lsa, mana choki ham toza qizlar. Mana endi bordoviy futbolka. Kaprimiza kimga kerak bo'lsa. Va qaranglar, endi malinoviy rangi juda chiroyliligini, sifatlari va zo'r qizlar, materiali yumshoq haba. Yoqadigan endi qora rangi qizlarjonlar, kaprili futbolka. Shunaqa tepa qismi chiroyli gipyurda, qizlar gipyurlari juda ham yumshoq, sifatlari juda zo'r, choklari juda toza. Kimga kerak bo'lsa, qora rangini olsanglar bo'ladi. Endi bu rangini qaranglar, nima bu rang? Uncha chiroyli bu. Kimga kerak bo'lsa, nalichi razmerlari qizlar 44 dan 48 gacha ham keladi. Choklarini akkuratniligini qaranglar. Tepa qismi setichni bo'lib, shunaqa chiroyli oranjiy prям yonishini qaranglar. Mayka shortikamizda bor yo'g'i nech pul deb o'ylaysizlar qizlar? Bor yo'g'i 35 ming so'm. Materialichi hibi qizlar. Yumshoq hibi. Ani sintetika ham emas, hibichni maza qilib kiyishli. Chiroyli gorchitsa rangi, eng oxirgi rangi qizlar. Shuncha ko'rsatdim. Ko'rgan bo'lsanglar, qaysi biri yoqqan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi.